Salom hammaga. May oyida sizda ishda, pulda nima yangiliklar bo'ladi? Unda ketdik. Ikkita karta qo'yaman. Ikkita kartadan xohlaganlaringizni tanlashlaringiz mumkin. Ikkita kartadan xohlasalaringiz ranglariga qarab, xohlasalaringiz raqamlarga qarab. Birinchi va uchinchi kartamiz. Unda ketdik. Birinchi kartamizdan boshlaymiz. Birinchi kartamizdan sizlarda nima yangiliklar bo'ladi? Ish va pul borasida. Birinchi kartamizni tanlaganlarda meni qo'llab-quvvatlagan insonlar, kommentariyalaringizni tez-tez ko'rib turaman. Judayam samimiy, judayam nima deydi, har tomonlama fikri keran insonlar menga ko'p yozishadi. Judayam kattakon rahmat. Bu narsadan judayam xursand bo'laman. Unda ketdik. May oyida sizda nima yangiliklar bo'ladi ishda? May oyining boshida sizlarda ishda judayam ko'p ishlaysizlar. Judayam ishlaringiz haddan tashqari oshib ketadi. Ishda ham, pulda ham, oilaviy borada ham qandaydir sizlarda ishingiz judayam ko'p bo'ladi. Bitta narsani oldilaringizga maqsad qo'yasizlar. Energiyaga boy bo'lasizlar may oyida. Lekin hozir sizdagi holat faqatgina orzularga berilgan harakat sust deyapti sizda. Orzularga berilmang. Harakat qiladigan bo'lsangiz, oldingizga qo'ygan maqsadingizga albatta erisha olishingizni, sizni may oyida judayam yaxshi yangiliklar kutayotganini, faqat judayam shoshilinch bo'lasiz may oyida. Qandaydir ishlaringiz shunchalik ko'p bo'ladiki, bu ishlar faqatgina o'zingizga tegishli emas, balkim atrofdagi insonlaringizni ham muammolari sizga kelib tushadi. Qandaydir ko'plarni yechimini yechishga to'g'ri keladi. Anchadan beri yo'lga chiqa olmayotganlar yo'lga chiqishi mumkin. Sizlarni yo'l kutyapti. Lekin bu narsaga birozgina sizlarda pul sarflash bo'ladi. Pul borasida. Voldi kartasi, keyin chipani kartasi, tayoq kartasi, to'rttalik, lekin tayoqlarimiz e'tibor bergan bo'lsangiz gullab yashnab turibdi. Anchadan beri orzu qilayotgan uy muammosi yoki qanaqadir yo mashinami, nimanidir olmoqchisiz yoki uzoq sayohatga ketmoqchisiz. Shunda sizlarda judayam oyning qandaydir o'rtalariga borib-bormasdan sizlarda yaxshigina yangilik bo'ladi. Buni siz yaqinlaringiz bilan qandaydir xursandchilik kunlaringiz bilan xursandchilik kunlaringizni birga baham ko'rishingiz mumkin. Anchadan beri ololmayotgan mashina, uymi muammongiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha narsani olish, bu narsaga kimdir sizlarga ayol kishi yordam beradi yoki yo'l ko'rsatishi mumkin sizlarga. Keyin ish borasida ham qandaydir sizlarda ko'chish bo'ladi. Lekin bu narsa o'zingizga judayam yoqadi. Uzoq yo'llar, sayohatlar, shunga o'xshagan uzoq yo'l tushyapti. Uzoq yo'lingiz siz bilan ish bilan bog'liq, sizga ish bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Keyin anchadan beri orzu qilayotgan narsangizni oxiriga yeta olmayotgan bo'lsangiz, may oyi sizda judayam puldorli, ishli kunlar bo'ladi. Uzoq sayohatga ketadiganlar yoki uzoq chet elga ketadiganlar insonlar ham bo'ladi. Agar shu vaqtgacha yo'llaringiz berib bo'lgan bo'lsa, bunda may oyida sizlarda katta o'zgarishlar bo'ladi. Keyin men kartalarni hammaga o'fishiga ko'raman. Agar alohida ko'rsatmoqchilar bo'ladigan bo'lsa, o'zlaringizga alohida ko'rsatishlaringiz mumkin. Xohlasalaringiz ikkala kartani ham ko'rishlaringiz mumkin, lekin bu narsa hammaga bo'lgani uchun o'zlaringizga keraklilarini olasizlar degan umiddaman. Agar alohida ko'rsatmoqchilar bo'lsa, alohidaga chiqishlaringiz mumkin. Sizlarda may oyida judayam yaxshi bo'ladi. Sog'liq masalasi bo'yicha qandaydir boshlaringizda ko'p og'riq bo'ladi, suyaklaringizda ko'p og'riq bo'ladi.
yil masalan oy boshida o'zingizni yaxshi his qilasiz, lekin haddan ortiq ko'p charchaganingiz tufayli birozgina sog'liqlaringizda muammo bo'lishi mumkin. Chunki bosh og'rigan inson, oyoqlari og'rigan inson, bir tomoningizda sizda qandaydir doimiy og'riq bor. Shuning uchun may oyining o'rtalariga kelganda siz o'zingizni birozgina charchoq holatiga kelib qolasiz. Judayam charchoq holatiga kelib qolasiz. Keyin yana bitta narsa, may oyida sizlarda bitta joydan ikkita joyga o'tish bo'ladi. Ish borasidagi odamlar bilan qanday munosabatda bo'lasiz? Qanday munosabatda bo'lasiz? Ish borasida atrofdagi insonlar bilan yaxshi munosabatda bo'lasiz, lekin kimdir sizga yaxshigina ishingizdan ayirib qo'yishi mumkin. Kimdir sizga qanaqadir ishni tavsiya qiladi, lekin u ish yaxshi ish bo'lgani bilan sizning sog'lig'ingiz yoki sizning qandaydir o'zingizga mos bo'lmasligi mumkin u ish. Shuning uchun yaxshigina joyingizdan ayrilib qolmang deyapti. Lekin ayrim insonlar o'zi qaror chiqargan, birovni gapini eshitib emas, o'zi qaror chiqargan, borgan joyida juda ham katta o'zgarishlar bo'ladi. Keyin yoki o'qishni xohlab qolganlar yoki hunar o'rganib qolishingiz mumkin. Bu narsa sizning qandaydir umringiz davomida go'zallashtirishi mumkin. Keyin ayrim insonlar ishdagilari bilan yaxshi chiqishgani bilan qandaydir ish borasida oyliklaringiz olasizmi yo pulingiz borasidami, oilangizga qandaydir bor narsani o'zingiz ishlatib, keyin birozgina jahl ustiga minib qolishingiz mumkin. Chunki qop kartasi, idish kartasi bu degani ko'ngildagi, ichidagi narsalar degani. Chunki to'lib turibdi. Siz chunki o'zingizga puldor, yaxshi oy bo'lib kelgani bilan qandaydir yaqinlaringizni xursandchiligi uchun sarflab yuborasiz. Bundan birozgina jahlingiz chiqqani bilan, lekin o'zingizdan o'zingiz qandaydir faxrlanib, u insonlardan yaxshigina olqish eshitishingiz mumkin. Bu oy sizlarga bir joydan ikkinchi joyga o'tish uchun eng yaxshi oy bo'ladi. Pul borasida sizlarda imkoniyat bo'ladi. Anchadan beri o'ylantirib kelayotgan sud masalasimi yo birorta ish masalasi bo'ladigan bo'lsa, bu oyning boshlaridanoq sizlarda bu bo'yicha yaxshigina yangilik bo'ladi. Ana endi ikkinchi kartamizni ko'ramiz. Ikkinchi kartamizda pul borasida, ish borasida sizlarda qanday yangiliklar bo'ladi? Xohlasalaringiz ikkala kartani ham ko'rishlaringiz mumkin. Unda ketdik. Oho, bizning kartalarimiz judayam yaxshi narsalarni ko'rsatyapti. Kartalarimizda oyning boshida sizlarda sayohat bo'ladi. Sayohat yoki anchadan beri chiqolmayotgan bo'lsangiz, biror joyga yo'llaringiz berkik bo'ladigan bo'lsa, sizlarda yaxshi yo'l bo'ladi. Yaxshi tanlov bo'ladi. O'rta yo'lda qolasizlar. Qandaydir siz o'zingizga mana shu oyda bitta narsani tanlashingizga to'g'ri keladi. Siz esa o'sha vaqtda siz o'zingiz uchun og'ir bo'lgan narsani, lekin natijasi bor narsani o'zingiz tanlaysiz. Bu degani ikki yo'l bo'ladi sizda. Biri yengil o'sha joyda qolish, ikkinchisi bir joydan ikkinchi joyga o'tish og'ir, lekin sizning maqsadlaringizga yetishish uchun oson yo'l bo'ladi. Ya'ni siz o'zingiz agar mana shu joyda qotib qoladigan bo'lsam, menda o'zgarish bo'lmaydi deb qolishingiz mumkin. Sizda ikkita imkoniyat bo'ladi shu oyda. Lekin ikkinchi joyga o'tish uchun sizda harakat, qiyinchilik bo'lgan taqdirda ham pul borasida sizda keyinchalik juda ham yaxshi yangilik bo'lishini qandaydir tushunib qolasiz. Sizga qayerdandir kimdir ikkita imkoniyat beradi ish bo'yicha yoki bu narsa o'zingizda qandaydir bo'ladi. Shunga o'xshagan kartamiz tushdi. Shunda siz qaysi yo'lni tanlashingiz kerak degan narsaga agar salgina qiynalsangiz ham
o'zingiz birozgina og'ir bo'lsa ham o'sha yo'lni tanlashingiz sizga yaxshigina keyinchalik omad olib keladi, chunki bu narsani siz uddalay olasiz. Shunga o'xshagan kartamiz chiqyapti. Agar hozirgi kunda ikkilanishda turgan insonlar bo'lsa ham hech qachon bir narsani ikkinchi joyga o'tkazishdan hech ham cho'chimang, chunki bu yo'l sizga faqatgina omad olib kelishi mumkin agar sizlarda katta o'zgarish bo'lmaydi. Shunga o'xshagan kartamiz chiqyapti. Pul borasida sizda qanday o'zgarishlar bo'ladi? Pul borasida sizga kimdir yordam beradi. Dabdurustdan yoki sevgan insoningiz yoki yaqinlaringiz kimdir sizga yordam beradi. Anchadan beri muammoingiz bo'layotgan bo'lsa, pul borasida yechimingiz bo'lmaydigan bo'lsa, shunga topasiz kuch. Kuch kartasi, kartasi. Bu birinchilardan hisoblanadi. Xursandchilik, baxtlichilik kartasi. Bu degani, agar bu oy qaysi ishga qo'l urmang, pul borasida faqatgina sizni omad keltiradi. Sotuv borasida ham juda ham omad keltiradi. Ayniqsa savdo sotiq bilan shug'ullanayotganlar uchun bu oy sizlar uchun juda ham omadli, zo'r oy bo'ladi. Sizga kimdir yordam beradi, lekin qarama-qarshi jins egasi, ayol kishi bo'lsangiz erkak kishi bo'lsangiz ayol kishi, yoki ishingizda, pulingizda qanaqadir sizga muammoingizni yechishga yordam beradi. U inson juda ham saxiy, gapini ustida turadigan insonlardan hisoblanadi. Odamlardan yordam so'rashdan uyalmang deyapti. Shuning uchun ham sizning eng katta o'zingiz anchadan beri orzu qilgan narsangizga erishishingiz mumkin deyapti kartalarimiz. Qanday ish borasida? Ish borasida. Yangi ishga o'tadiganlar bor, uzoq yo'lga ketadiganlar bor. Pul borasida oyning boshida sizda qandaydir o'sha ishni ushlash uchun yoki kimningdir xursandchiligi uchun sizda ko'p pul sarflash bo'ladi. Lekin oyning oxirlariga borib o'z mehnatlaringizni natijalarini olishingiz mumkin. Kimlardir uy oladi yoki kimlardir uy o'zgartiradi. Qandaydir yoki nimanidir sotishingiz mumkin yoki nimanidir olishingiz mumkin. Bu mashina, uy yoki jihozlar nimadir bo'yicha bo'lishi mumkin. Lekin oyning boshida sizlarda qandaydir sarflashlar ko'p bo'lgani bilan, lekin bu narsalar keyinchalik sizga foyda olib kelishi mumkin. Agar imtihonlar ko'rayotgan odamlar bo'lsa yoki farzandlaringiz imtihondan o'tishi shunaqa bo'ladigan bo'lsa, mana shu 5-oy juda ham omadli oy bo'ladi. Yoki nimagadir topshirgan bo'lsa, javob kelishini kutmoqchi bo'lsalaringiz yoki ikkilanayotgan bo'lsalaringiz, mana shu oyda o'z omadlaringizni sinab ko'rishlaringizni kartalar maslahat beryapti. Ishdagi odamlar bilan juda ham yaxshi chiqishasiz. Lekin kartalarimiz aytayapti, bir narsadan kechmasang, bir narsa bo'lmaydi deyapti. Siz qandaydir o'zingizni kelajagingiz uchun, o'zingizni karyerangiz uchun qandaydir birozgina qisinishingiz mumkin pul borasida. Lekin unday qilmasliklaringizni, chunki bu kelajakda o'zingiz uchun juda ham katta yordam berishini, o'zingiz kutmagan g'oyibona omadingiz kelishini sizlarga kartalar aytayapti. May oyi sizlar uchun juda ham 3-kartamizni tanlagan insonlarda barakali, omadli oy bo'ladi. Agar imtihonlaringiz bo'lsa, agar birorta ishlaringiz bo'lsa, mana shu oyda sinab ko'rishlaringiz yoki suhbatdan o'tishingiz bo'ladigan bo'lsa, mana shu oyda sinab ko'rishlaringizni kartalarimiz maslahat beryapti. Kartalarimiz juda ham yaxshi chiqdi. Chiqqaniday o'qib berishga harakat qildim. Siz uchun juda ham omadli oy bo'ladi. Yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Kattakon rahmat, sog' salomat bo'ling. Rahmat.